Karva kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami. Ko'nglimdan chiqari shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi-da odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, sen aka pul bermaysizmi? Qancha? Qimmatingiz beravering. Nima? Qimmatingiz shumi? Qimmatim shu-da. Qimmat qilib bering deyapsan. Qimmat qilib 2 ming beryapman nima? Qimmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, qimmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, qimmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha, endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy, el qatori beravering. Yo, el qatori degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinangiz sujasini almashtirib qo'ydik. Mashinangiz cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edim. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demaysizlarmi qilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda xarid munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar-da o'zingizlar. Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Yo, men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Yo, rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar? Aliya, assalom qarindoshlar. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Tabingizlar biz Tashkent Citydan. Mardonbek qo'ylarini olib kiribdimi? Qo'yingiz jim turing, ana qilib turing. Ay, Tashkent Cityga keldik. Shunday chiroyli, ay ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Kelingizlar sizlar ham, maylimi? Hozir rasmlarga tushaman, shunday jo'nataman. Voy Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Vel aylansang menga nima so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi, men ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy Osinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi borsizlar-da? Yonida svetofor bor, qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdim. Mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Evil, Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi? Temirda rasiga tiqib shashlikmi nima go'sht pishiradi-ku, nima edi? Men qaydan bilay-u nima u? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar, biz metrodamiz. Muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz-ku, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki Mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent Satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Siz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi
janda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adasi, mashinang kalitini ko'rmadingizmi? Yo'q. Hech qayerdan topolmayapman. Sumkamda ham yo'q mana. Ehtiyot bo'lmaysanmi, xotin? Qalbga qo'yding mashina kalitini, hozir taksida ketasanmi endi? Mayli, adasi, shoshilma, yaxshi o'tiring, xo'pmi? Hozir kelaman. Sal farosatni ishlatinglar, hozir qalbga qo'ygansa kalit qanaqa topaman endi? Obbo, adashib ham ketdim. Ahlelas. Ahlelas. Assalomu alaykum, adasi. Qayerda yuribsan xotin? Magazindan shopping qilib kelyapman. Anoni topdimmi? Ko'rpa chantaga qo'yib qo'ygan ekansan kalitini, ha? Xalaq qilma bu safar men pul sanayotgan paytimda. Ayol makridan falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymondur. Kartoshkani sotdik, tarvuzni sotdik, piyozni sotdik va hosilning foydasidan BMW oldik. Toshkentda mana hozir Cityga ketyapmiz. Toshkent Cityda uy bo'lsa, olamiz. Pul mo'riya. Bugun yangisi, kutinglar, sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Ajoyib aktyor, aktrisalar ijro etilgan rollar har xil, tema har xil, tema bor, tema hayotiy tema, hammani ichida bor tema, hammani oilasida bor tema. Hammani telegramida bor. Hammani telegramida bor tema. Aka, shundoq mashina itarish bor-a? Yo'q, aka, itara olmayman. Nimaga, tinchlikmi? Bir marta itarib tavba qilganman. Ye? Nima bo'lgandi o'shanda? Xullas, bundan 1 yil oldin O'sha kun begim kuni edi. Men bir akani mashinasini itarib, u bilan do'stlashib qoldim. Unga nomerimni berdim, gaplashib turamiz dedim. Ishonasizmi yo'qmi, bir-birimizga xarakterimiz rasa tushdi. Biz birdaniga do'stlashib ketdik. Men uni kuldirib turardim, u esa meni kuldirib turardi. Birinchi marta umrimda mashina itarib baxtiyor edim. Birgalikda raqslar tushardik, o'ynardik, kulardik. Kunlardan bir kuni u Abidani suvlardan olib ketdi. Men bu suvni bilaman desam, u yo'q dedi. Men Abidani limonligini ichardim. U esa maxitoligini ichardi. Ishonasizmi, limonligini ta'mi shunaqangi voy yomon bijirlatadi yuzingizda. Kunlardan bir kuni o'sha kun keldi. Itaring o'rtoq. Itaryapman, bosing. Voy. O'rtoq, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. hech narsa tushuntirma. Eshitishni ham xohlamayman. Nega mashinangizni begona itaryapti? Men nima qilishim kerak edi? O'rtoq, mashinam o'chib qolgandi. Hozir chaqirdim shuni iltimos. Telefon qiling edi menga. Men kelib o'zim itarardim. Telefoningizga dasturpinlik bo'lib turganda men nima qilishim kerak? Telegram yo'qmi? Telegramdan qilmadingiz-ku. Men o'zim itaraman degandim sizga. Nega begonaga itartiryapsiz? Yomon gumonga boryapsiz o'rtoq. Men gumonga emas, ko'rganimga ishonaman. Itarib yotibdi mana. Telefoningiz ishlamadi, ishlaganda men o'zimga gapirgan bo'lardim mashinamni. Turmang umuman. Do'stligimizga abadiy chek qo'ydim men. Itaraymi? Boring, siz ham. Aka, siz ham odamiga qarab itarmabsiz-da. Odamni qanaqaligini mashinasini itarganingizdan keyin bilasiz. Yes! Qadrdonlar, tabriklashingiz mumkin. Biz yana bir mukofotni qo'lga kiritdik. Demoqchi edim, lekin bu mukofot bizniki emas, bizniki desak ham bo'ladi. Chunki biz bilan hamkorlikda ishlayotgan Lalaku brendi Yil brendi Awards 2026 da Yil brendi nominatsiyasini qo'lga kiritdi. Yilda O'zbekistonda bolalarning sog'lom rivojlanishida qo'llab-quvvatlashda ishonchli hamkor bo'lishga intilishdagi yutuqlarim uchun Lalaku. Tabriklaymiz aka. Bu nechinchi mukofot olishinglar? Bu xudo xolasa 3-yil padriyat olishimiz. 3 yildan beri bermasdan kelyapti ekan, berib turinglar boshqalarga ham. Lalaku takliflarini o'zingizlar bilasizlar. Meni tabriklab qo'yishinglar mumkin. Lalaku Yil brendi mukofotini oldi. Yana bitta qarsak. Xotining namuncha ko'p cho'miladi. Ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib yuboraman.
Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milyapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga nakallena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba! Menga qarang, akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq bu yunamizga oling. Ona, ana makaronkali o'g'liz bor-ku, sizni aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyni o'zi nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacham aytib eshitdim. Voy noshukurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lala ko'tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiya ham chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yo'q. Da!